mana shu joyda bo'ladi. Mana joy bilan mana joyda bo'ladi. Mana qirralarni ham kesib o'tgan joyi. Mana joy. Mana shu joydan ikkinchi tugun nuqta chiqishi kerak. Mana bu yerda yana bitta tugun nuqta chiqadi, mana bu yerda yana bitta tugun nuqta. Endi aylanaga qaraymiz. Aylanaga. 40 metr. Mana bu aylanamiz. Mana shu yerda 40 metr balandlikda. 40 ni ketmayapti. 41. 41 ni ham ketmadi mana. 41 ni ham ketmayapti. 42. Agar mana chizganimizda ana yerda 42 ketadi. Bu tomondan 42 mana bu ketadi. 42. 42 buni ketdi, mana bu ketdi. Mana 42 mana bu ketyapti. 42 41 mana bu ketdi. 42 bu tomondan ketdi, keyin 43. 43 demak mana 43 ga tegmayapti. Demak, bu chizig'imiz mana shu nuqtadan davom etadi. Mana shu nuqtadan davom etadi. Borib kelib mana bu tugun nuqtagacha keladi. Mana shu nuqtagacha keladi. Demak, endi qalinlashtirsak bo'ladi mana buni. Mana shu nuqtagacha qalinlashtiramiz. Demak, mana tugun nuqta bo'ldi. Qirrani qarinlashib qo'ysak bo'ladi. Birlashtirib qo'yasizmi? Qirrani qarinlashtiramiz. Qirrani qarinlashtiramiz. Mana bu qirrani va mana qirrani qarinlashtiramiz. Qaysi joyi tushunmadilar? Tushundilaringmi? Faqatgina mana to'g'richilik bo'lsa, to'g'richilik olib, masalan, tekislikning gorizontallar bo'lsa mana bular, mana bu egrichiliklar bu topografik sirtlik gorizontallar. Bir nomli gorizontallarning o'zlari kesishgan joyini topyapti. Masalan, tekislikning gorizontali mana bu 40 edi. 40 bilan kesishgan joyi 41 edi, mana 41. Mana 41 bilan kesishgan joyi 42 bilan 43 bilan 44 bilan 44 bilan kesishgan joyi topdi. Xo'p. Aylanada aylana bo'lgani uchun aylana markazida shu aylana shidami. Xuddi shu ham aylananing gorizontallari hisoblanadi. Aylananing gorizontallari. Demak, bunda ham mana 40 kesmayapti. 41. Mana 41, mana 41 da ketdi. Mana 41 mana bu yerda ketdi. 42 mana bu ketdi. 43 ga tegmayapti. Demak, mana shu nuqta bilan kelib, mana bu yergacha oldik. Demak, o'ymani bajardik. Faqatgina berib shiriyatchiligimiz qoldi. Berib shiriyatchiligimiz qaysi tomon baland, qaysi tomon pastligini bildirar edi. Berib shiriyatchiligimizni tushunganimizda, avvalo qaysi tomondan chidadigan bo'lsa, o'sha gorizontallariga, ya'ni tekislikning gorizontallariga perpendikulyar bo'ladi. Yuqoridan pastga tomon chiziladi. Masalan, qo'yilganda mana bu yuqori, mana bu tekisligimiz past bo'ldi. Demak, yuqoridan pastga tomon bitta qalin chizib, bitta ingichka chizamiz. Gorizontallariga perpendikulyar bo'lishi kerak. Masalan, mana bu joyimizda ham, mana shu joyning gorizontali bizga mana shu chizig'imiz. Bunga perpendikulyar chiziladi. Endi aylanaga keladigan bo'lsak, mana shu joyning orasida aylanaga, markazga qaragan, yuqoridan markazga qarab chizamiz, ya'ni bitta qalin chizib, agar tashqariga chiqqan qira bo'ladigan bo'lsa, ularga ham chiziladi. Mana ma'lumlar tashqariga chiqqan qira hosil bo'ldi, mana ichkariga kirgan qiramiz hosil bo'ldi. Hozir o'ymasini bajardik.
ko'tarmasdan bajaramizda, apparatni ham bajaramiz. Tushunib oldingmi?